Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2024-yili 4-oyning 20 kuni shanba. 2 haftada bir qatim chiqadigan videoga chiqishim. Men Amerika Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun sizlarga yetkazadigan 4 mazmun bor. Bunun ichidagi cho'ngroq mazmun shu o'tgan hafta men bir qatnashgan bir yig'in, o yig'inning ismi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jarayonini buzish, Disrupting the Uyghur Genocide degan yig'indi. Bu yig'inning mazmunini tushuntirishdan burun men oldi bilan Uyghur Project Fondining xizmatlariga oid ozroq ishlarini deb birman. Xabarlarda bo'lgandek, shu o'tgan oldingi haftasi oxirlashgan Ramazan ayida biz 2024-yillik ya'ni to'plash faoliyatini olib bordik. Bu faoliyat 14-sila to'xtadi, 4-oyning 14-sila. Shu faoliyatda jami 86 kishi Facebook, PayPal, Uyghur Project Fondining to'r beti, menga bevosita va boshqa davlatlardagi vakillarimiz orqali bizga jami 17,446 dollar pul iyon qildi. 86 kishi. Bu pulga men qo'shadigan 10 ming dollarni qo'shsam 27,446 dollar bo'ladi. Undan boshqa yana bir qarindishimiz, Yaponiyadagi Abdurahmon Tangritog' ismli qarindishimiz 5 ming dollar pul berdi. Bizda hozir 10 ming dollardek pul ketadigan cho'ng turdan 4 tur bor. Men buni o'tganda dedim, konkretni ismini demedim. Ba'zi turlarni hozircha maxfiy saqlab turmasak bo'lmaydi. Shunga agar ba'zi qarindoshlar shu turlarga ayrim iyoni qilg'isi bo'lsa, iyoni qilsa bo'ladi degan Yaponiyadagi Abdurahmon Tangritog' ismli qarindishimiz bir turga 5 ming dollar berdi. Bu tur 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz omborini qurish turi endi. Projekti. Bu turni Fransiyadagi Varis Abdurahmon Jambaz inimiz yetakchilik qilayotgan Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyati elib beryotdi buni. Hozirga qadar 144 soatdek bo'pti bu. Nishon 10 ming soatlik qilish 144 soatdek bo'pti. Bu ovoz omboriniki ovoz miqdorini 500 soatga chiqarish uchun bizga pul iltimos qilgan. Bu pulmi 10 ming dollarga yaqin pul. Buningdan 5 ming dollarni bir inimiz berdi. Buni qo'shsak bizniki 2024-yillik iyona to'plash faoliyatimizni yig'ilgan pulniki jami miqdori 32,446 dollar bo'ladi. O'tgan yil 42 ming dollardek pul bo'lgan, oldingi yilisi 52 ming dollardek pul bo'lgan. Şoňa bu 2 yil endi har yili 10 mingdan kamlap mangdy. Demek bu yil burunga qaraganda azlap ketdi pul. Men oldi bilan hozir qadar bizga shu pul iyon qilgan 86 nafar qarindishimizga Uyghur Project Fondi, Mashal Uyghur Gruppasi, Uyghur Axborot Markazi qatorliq o'rlarga vakolatan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bu biz uchun aytib cho'ng yordam, millat uchun cho'ng yordam. Sizlarniki bu pullarni biz intayin qadrlab, aytib qimmatli ishlarga ishlatamiz. Endi pulniki miqdori hozir oz ketganligi uchun men yana ba'zi pul haqida bo'lgan yerlar bilan ko'rishib davomli tirish baxmoqchi. Endi agar faqat boshqa manba topolmasak, bizga yordam qiladigan biz hozir qadar qilayotgan proyektlarniki ba'zilarini qisqartirishimizga to'g'ri keladi. Men bu vaqtda keyinchayni ayrim to'xtalaman. Hozircha emas. Men tirishyapman boshqadan pul qilib bo'lmamdi deb. Agar bizga yordam qiladigan boshqa qarindoshlar bo'lib qolsa, meni izlasanglar bo'ladi. Men sizlarga to'rt cho'ng turi to'g'riliqmi tushuncha beraman. 1000 soatlik Uyg'urcha ochiq ovoz ombori buniki qiymati bek zo'r. Hozir Google, Amazon degan o'xshash cho'ng shirkatlar ovoz bilan tekst o'tirishida bir-biriga aylantiradigan bu ishlarda nurg'un yangi texnologiyalarni taraqqiy qildiryapti.
Maturi'ninki nişanı şu 1000 saatlik Uyg'urcha ochiq ovoz ambirini qurgandan keyin shu shirkatlarniki qilayotgan taraqqi qilayotgan texnologiyalarga Uyg'ur ovozini qo'shish, ya'ni Uyg'ur ovozini kirgizish. Shuni nishon qilgan tur endi. Buning qiymati bak zo'r. Men izchil deb kelyapman. Hozir Uyg'urlikni saqlab qolish chet eldagi Uyg'urlarniki zimmasiga tushdi. Ma turmush shunga zich munosabatlik. Shunga agar bu jihatda yordam qilman degan qarindoshlar bo'lsa, meni yoki boshqa Uyg'ur Project fondidagi kishilarni izlasanglar, biz sizlarga qanday yordam qilish haqida konkret falan deb beramiz. Yaqinda bo'lgan ikki ish bor, u nima deganda bolalarga oid ikki singlimiz tayyorlagan kitoblar nashrdan chiqdi. Uniki birisi Amerikadagi Gülis degan ismli singlimiz tayyorlagan 3 kitob. Bu nashrdan chiqdi. Bu kitob Amerikada nashr qilindi. Sizlarga buni ko'rsatib berib qisqacha. Birisi bu Elipa. Uyg'urchalarni yezishni, ulab yezishni ko'nizlikni mashq qiladigan kitob. Andan keyin yana bir qismi bu Uyg'urcha xat yozaylik degan kitob. Bu shu Uyg'urcha ko'nizlikni yezib mashq qiladigan bolalarniki. Andan keyin bu mashq daftari. Şu ko'nizlikni mashq qiladigan har xil mashqlar degandek. Bu kitobni Amerikada boshladi. Nashr qilish pulini biz chiqarib berdik. Bu kitobni azam bahoda sotildi ekan. Shunga bu singlimiz nihoyatda ko'p jafolarni tortib, garchi o'ziniki hech qanday ancha kirimi yo'q, boshqa yashayotgan bo'lsin, bir kichik bolasini beqib mushtashdan qilyotdi. Bo'lsa Uyg'ur tilli maktablari bu kitobni setib olib, bu singlimizni qo'llab qo'ysanglar. Yana birisi Bo'ston ona til ma'rifi tarafidan tuzilgan 15 kitob. Bu 15 kitobga 15 Uyg'ur bolaları yozgan hikoyalar kirgizilgan. Uningdan biz buning chiqim misol yuqori ekan. Bu boshqa Uyg'ur Project fondidagi iqtisodiy ahvollarga asosan biz 8 kitobni bostirish chiqimini chiqarib berdik. Qolgan 7 qismini Gulboston singlimiz o'zi hal qilib degandek 15 dona 15 xil kitob endi uni yaqinda bostirdi. Bu nashrdan chiqdi. Buniki ma'lumotlarni, uchurlarni qanday setib olish, qanday elish uchurlarini men Facebook chiqarib qo'yman shu videoning ostiga. Shu yerdan o'qsanlar bo'ladi. Bu to'g'ri o'tgandimi Facebookga bir narsa chiqargandim. Men bu ikki singlimizni chin ko'nglimdan tabriklayman hamda ularniki uzun necha yillab sindigan ajrga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Endi degan so'zlaydigan ikkinchi mazmun men o'tgan hafta qatnashib kelgan yig'in. Yig'inning ismi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jarayonini buzish degan temada Disrupting the Uyghur Genocide. Bu yig'in 17-18 числа 2 kun New York shahrida o'tkazildi. Amerikadagi va chet eldagi qarindoshlardan ko'p kishi qatnashdi. Tangdan to'lisi yig'in kengashlarning tangdan ko'proqi chet elliklar, amerikaliklar. Yahudi jamoatidan kelganlar ko'p yig'inga. Bu yig'inni tashkillovchi Elisha Wiesel degan bir kishi. Bu kishi shu New Yorkdagi paychak savdolar bilan shug'ullangan shirkatlarda ishlaydigan va o'zimi bir necha shirkatni quribdi. Hozir bir shirkatning mas'ul ekan quruvchisi, yana birisiga muavin rais degandek. Goldman Sachs'da 25 yil ishlabdi. Chief Information Officer bo'lib 25 yil ishlagan kishi ekan. Bu kishining dadasi Eli Wiesel degan kishi Holocaustda hayot qolgan bir Yahudi. Yahudi ekan, Romaniyada tug'ilgan. Shu u kishi 1986 yılı Nobel Teşvik mukofotiga erishgan.
57 parça kitap yazıptı. Kitapların ayeti dağınlık. Bunun içinde Keçe degan bir kitap varken The Nights degan The Night. Night degan kitap. Bu kitapniki ovozliq nusxasi bor ekan to'rda YouTube'da. Siz uni anglar ekansiz ismi Night. Yozuvchining ismi Elie Wiesel degan kishi. Bu kishi 2016 yılı vafot etdi. 87 yaşında. Anda şu dadısınınki bularniki qurgan bir fond jamiyati bor ekan. Elie Wiesel Foundation degan, Elie Wiesel fond jamiyati degan. Bu jamiyatni hozir shu Elisha Wiesel degan o'g'li, 51 yoshlik o'g'li mandirib o'tibdi endi. Bu qitimki bu yig'inni o'rlashtirgan o'rinlarniki birisi shu fond jamiyati, qolgan ikkisi Uyg'urlarniki. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 3 o'rin birlikda o'rlashtirdi bu yig'inni. Lekin pulni shu Yahudiniki fond jamiyati chiqarib berdi. Bu qitim qolgan chiqim hali ko'p, 200 ming dollardan ko'proq meniki bilishimcha. Açlık pulini chiqarib o'rlashtirib boshqa qildi. Bu ma fond jamiyatiniki ahvolini hozir tekshirib baqdim men. Bu fond jamiyatiniki hozirgi iqtisodiy boyligi 10 milyard 21 milyon dolardan ko'pkan. 10 milyard 21 milyon dolardan ko'pkan. Bu pullarni shu mablag' solib, shu mablag'dan kirgan tepilgan kirimlarni ishlatib, insonparvarlik ishlari bilan shug'ullangan bir fond jamiyati ekan. Necha yilning oldida Dünya Uyghur qurultiyining rahbarlari kurashib ekan, Elisha Wiesel degan kishi bilan shu orqali so'zlashib, bir yig'in ulashtirishni deyishib boshqa qilib ekan. Bu yig'in oxiri shu qatim amalga oshdi. Yig'in nayti yine qarab baqay boshqa ko'p g'oyalar bor. Yig'in nayti yaxshi bo'ldi. Men hozir qatnashgan yig'inlar ichida mazmunniki to'liq va mukammal bo'lishi, saviyasiniki yuqori bo'lishi jihatda burungi yig'inlarga qaraganda bir baldaq ilgirlash bor desak bo'ladi buningda. Yig'inniki mazmunni bek to'liq deyishimda sizlarga men qisqacha deb beray. Jami bu qadimgi yig'inda 9 panel o'rlashtirilibdi. 9 panel, her birisida 4 yoki 5 dan kishidan endi. Shu panellarda muzokara qilingan temalar mundaq. Birinchisi Uyg'ur qirg'inchiligi va Holokostniki tajriba saboqlari. İkincisi mecburi emgek. Üçüncüsü Uygur medeniyet Uygurlarniki medeni kimliki ve diasporadaki Yahudilarniki tecrübe sabahları. Üçüncüsü. Dördüncüsü mecburi asimilasiya qilinish. Andikin Xitoyniki mustamlikchilik xarakterini olgan bolalarniki maktabda yetib qolib o'qiydigan anaqa ishlar, Xitoy qo'llangan tadbirlar bu jihatda. To'rtinchisi, beshinchisi işte modal takrardan qotamdı. Şuraya. Bu ikki qatim bo'pti. Bu Uyg'urlarniki madaniyat kimligi va Yahudilarniki diasporadagi Yahudilarniki tajribasidan o'rganish bu ikki qatim o'rlashtiribdi bu. 17-chilar bir qatim, 18-chilar bir qatim. Ondan keyin 5-chi, 6-chisi Xitoylarniki odamlarni kuzatish texnikasi va ularniki chet ellarda yapayotgan shu Uyg'ur va boshqa faoliyatchilarni tekshiradigan shu sohadagi ishlari, shu sohada 6-chi bo'ldi. 7-chisi
Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va shu chet elniki mablag' solish ishlari, Uyg'ur Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga yordam berayotgan chet el mablag'lari shu sohada bo'ldi. 8-si TikTok ijtimoiy taratqular. Andiken Xitoy Kompartiya hokimiyatining uchurlarni kontrol qilish taktikalari. Andiken eng og'irqisi shu Xitoyniki irqiy qirg'inchilik siyosatiga moslashayotgan ishlarni to'xtatish va shu Uyg'urlarning ichidagi hozir Xitoy irqiy qirg'inchilikdan saqlanib qolgan kishilarga yordam qilish shu sohasida bo'ldi. Ya'ni 9 tema. Demak, yuqoridan ko'rib bo'lgandek, men burun qatnashgan yig'inlarni seçtiğim chaqda bu qatimki yig'inniki mazmuni intayin mo'l. Uyg'urlar bilan munosabatlik ishlarniki hammasi tilga ilindi bu yerda. Uyg'ur degan so'z intayin ko'p tilga ilindi. Uyg'urlar yolg'iz emas, biz qishinglarda qo'limizdan kelish yordam qilamiz degan gap ko'p tilga ilindi. Menga eng kuchli ta'sir qilgan bir narsa bu qatimki yig'inda insonlik nuqtasidan chiqib kishilarniki bir mehribonlik ko'rsatishi. Yahudilarning bo'libmi? Yahudilarniki Uyg'urlarga bir xil mehribonlik ko'rsatishi. O'zaro yaqin ashtaq bir narsani his qildim men. Kuchli ta'sir qildi bu. Mush bir ish bo'ldi. Andan keyin ko'proq ta'kidlangan ishlarning birisi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish. Hozir 2014-yildan hisoblasak, hozir 10 yil bo'lib qoldi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlanganiga. Agar 2016-yildan sanasak 8 yil bo'lib qoldi. Har xil yig'in bu suhbatlar, televizordagi dokladlar degandek har xil ishlar bo'ldi. Lekin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish degan gap ancha chiqmadi hozirga qadar. Bu qatimki yig'inda bu gap ko'p chiqdi. Endi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mayli Yahudilarniki bo'lsin, mayli G'arbning bo'lsin, ommaviy tashkilotlar to'xtatmaydi uni. Biror davlatniki hokimiyatini to'xtatib bo'lmaydi. Buniga chuqur xalqarodagi taraqqi qilgan ellarniki hokimiyatlari, masalan Amerika, Yevropa birligi degandek cho'ng xalqaro tashkilotlar birlashib harakat qilmasa bo'lmaydi. Ashnaqdimi hozir bu gaplarniki ko'p ham kuchli holda o'tirg'iga chiqishi bu bir yaxshi yuzlanish. Bizga umid qiladigan bir yaxshi yuzlanish. Men faqat shuncha ayta olayman hozircha. Endi sizlarga bu qatimki shu panellarniki muzokarasi jarayonida ko'p yaxshi gaplar o'tirg'i tushdi. Shulardan men o'zimga biroz ta'sir qilganlardan bir qismini o'qib beray sizlarga. Men xotirlab oldim. Yig'in jarayonida asosan xotir qoldirib o'tirdim men. Shularniki bir qismini o'qib beray. Hammasini o'qishga vaqt yo'q. Janubiy Osiyoda 650 milliondek musulmonlar bor. Mushu musulmonlar Uyg'urlar uchun ovoz chiqarish kerak. Andan keyin shu Elie Wiesel degan kishi vafot bo'lgan, Nobel mukofotiga erishgan kishiniki bir donliq so'z bor ekan. Biz chuqur taraf tutishimiz kerak. Bu gapi donliq so'zlar, hikmatli so'zlar sifatida deyildi ekan hozir. Biz chuqur taraf tutishimiz kerak. Demakchi, bu mushkap yig'inda hali tushdi o'tirg'a. Degani qandaqdir biz neytral o'tir maydonda turamiz deb qarab turolmaymiz Uyg'ur masalasiga kelgan vaqtida. Chuqur biz bir taraf tutishimiz kerak degan narsa. Shunga buni Uyg'urlarning o'rganish kerak bu ishni. Qo'limiz ishdan yo'q, boshqa ishdan birman deb yurayotganlar bekchiq hozir bitirib turman bu deydigan. Uyg'urniki masalasida bizniki tutgan maydonimiz aniq bo'lishi kerak. Bir maydon tutishimiz kerak biz. Yana bir gap ta'sir qildi menga.
agar sen uchamısang mang'in, agar mang'amısang o'mla, agar o'mlayamısang o'ltu, ammo sukut qilma deydi. Bir ish qil, sukut qilma deydi. Uchamısang mang, mang'amısang o'mla, o'mlayamısang o'ltu, ammo sukut qilma. Ovoz chiqar. Andaki yana bir gap o'tirib chiqib qoldi. Men bunga rahatsız bo'ldim. Xitoy Kompartiya hokimiyati Holocaust vaqtidagidek undaq kang ko'lamli qirg'inchilik bo'lmagan bo'lsa-mu deb gaplar ashta boshlanib qoldi bir ikki qatim. Bu yerda xalqaro bir tushunmaslik ahvoli bor. U nima deganda Xitoy Holocaustning tajribalarini o'rgandi, Yugoslaviyaning tajribalarini o'rgandi. Nurg'un odamlarni bir yerga sulib olib, uch qashqari o'ltirsa, dunyo qo'zg'alib ketganligini bildi bular. Ashta bu boshqa Uyg'ur masalasida bular nayt cho'ng ilmiy kirishiltyapti. Men uni tarqoq, kang ko'lamli o'ltirish deb atadim. Distributed mass killing deb. O'zimniki Twitter'larda inglizchada ko'p yozib kelyapman buni. Xitoyning qo'llangan taktikasi shu. Bu taktikaniki yo'l qo'yilishi hozirmi to'xtagani yo'q. Hozirmi Uyg'urlar intayin ko'p sonda o'lib ketyapti hozir. Turmada, lagerda, sirtda degandek. O'lib ketmaganlarmi normal insonga o'xshamaydiganroq bir tarafga qarab menyapti. Shunga bu jihatdagi xalqaroniki tushunishi biroz kamchil. Shunga ma gapga bek rahatsizlandim men. Agar bir fursat bo'lib qolsa, mana shuni bir deyda shundaq tayyor turib qilib baqdim, lekin bu bir savol emas, endi savol so'rasanglar bo'ldi dedi, lekin agar tuandikilarga ancha-muncha so'raydigan fursat kelib qolsa, mana shu narsani o'tirib qo'yay desam, menga fursat bo'lmay qolib qoldi. Bu birisi, yana birisi yenilamkin shu lager ustolangan Uyg'urlarning soni 1 million, 1,5 million, 2 million degan gaplar ko'proq bo'lindi u yerda. Uyg'urlarning ahvoli, hozirgi ahvoli bundan ko'p nachar. Biz burunqi biz biladigan Uyg'ur xalqidan olib qoldik. Mayli son jihatdan bo'lsin, sifat jihatdan bo'lsin, bekchiq olib qoldik. Son jihatdan aytgan chog'da men zil deb kelyapman, biz Uyg'ur nufusniki yerimidan olib qoldik hozir. Zimindan olib qoldik. Ziminda nayti shiddatli o'zgarishlar bo'lyapti deylam. Yaqinqi kelgan uchurlarni ham ko'rdinglar. Qurib qolgan Uyg'ur uylarini kim ochdi deb auction shaklida setvet bordi. Nurg'un uylar bekor qolib qolgan, ichida odam yo'q, Uyg'urlar yo'q, yo'qolib ketdi-da. Ondaki Uyg'urlarning yerlarida Xitoylarga xohlagancha bir yetib bordi hozir. Yaqinqi o'tirib chiqqan ba'zi gaplarda Sharqiy Turkistondagi nufus sonini 50 millionga olib degan yaqinqi bir necha yil ichida hozir nurg'un odamlarni yo'tkab, yerlarni bekorga berib Xitoylarga. Shunga bu jihatdagi xalqaroniki bosgan qadami, besayotgan qadami osta amniy ahvol sezishtirgan chog'da men bu ishlarni o'zimniki kuchning yetishicha ta'kidlab kelyapman. Ba'zi yaqinda bayqalgan ishlar men 5 yilning oldida o'tirib qo'yib qo'ygan ishlar. Masalan, 2019-yili Xi Jinping o'zining yaqinlariga bir maxfiy yig'in ochib, o'zining planini o'tirib qo'ygan bir ahvol bor. Mush yig'inning gapini yaqinda Adrian Zenz o'tirib qo'ydi. Mesela bir yig'in bo'lganligini. Buni men 2019-yilda deb bo'lgan allaqachon. Xitoyniki markazidan kelgan ba'zi uchurlarga asosan deb bo'lgandim. 5 yil o'tgandan keyin o'tirib chiqyapti. Hozirgi bizniki realligimiz hech qanday o'tirib chiqmayapti texchilik. Shu ma gapmi, shunga munosabatiga rahmat, ko'nglimni yerim qag'roq gap. Yana bir so'z, hukumat Uyg'ur masalasini hal qilolmaydi. Uni hal qilish uchun shirkatlarni qo'l tiqish kerak. Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga shirkatlarni korxonalarni qo'l tiqish kerak. Ondan keyin ikki ishni aytib muhim. Uning birisi hozir mavjud qonunlarni ijro qilish, yana birisi yangi qonunlarni o'tirg'a chiqarish. Men sizlarga bu jihatda burun deb kelayotgan Yahudilar o'zini saqlab qilish
musofasini bosgan 3000 yil jarayonida nurg'un ishlarni qilib eng oxirida işte bağ qonunni icra qilmasa yoki o'zini qo'g'daydigan qonunlar bo'lmasa uni vujudga keltirmas bo'lmaydi ekan degan işte narsani his qilgan bo'ladi. Şuna bu narsani bu qatim ta'kidladi bo'ladi. Bu qatimki yig'inda. Bağ qonunlarni icra qilish yo hamda yangi qonunlarni o'tirib chiqarish o'zini qo'g'daydigan. Şirket karxanalarniki Xitoyniki siyosatiga, Xitoyniki irqiy qirg'inchilik siyosatiga moslashib ish olib borayotgan shu narsani buzish kerak degan gap chiqdi. Ondan keyin sizlar mash'alni kimga o'tkazib turasizlar? Ya'ni sizlarniki izbosaringlar bormi? Hozirgi palat epayotganlar qeyrib tugab ketgan chog'da sizlarning izinglarni bosadigan milliy davoyinglarni hozirgidek olib boradigan odam bormi? Bu bek muhim. Uyg'urlarniki birlikka kelgan bir ovozini vujudga keltirish intayin muhim. Parcha jumay birlikka kelgan bir ovozini vujudga keltirish xalqarada bu nihoyatda muhim. Bu NED'niki burungi prezidenti Karl degan kishi Uyg'urlar İsrailiyaga bir umak o'tib ularniki shu arab musulmon davlatlar bilan bo'lgan munosabatni qanday qilib yaxshi bir taraf qilayotganligi, yaxshi tajribalarni o'rganish kerak degan narsani o'tirib qo'ydi. Bu kishi 2022 yili 12 oyda DC'de açılgan yig'inda Yahudilarniki o'zini qo'llab qilish tajribalarini bir qurib tunishtirgan. Men o kishiniki shu nutqini so'rab elib inglizchasini uni uyg'urchaga asos mazmunni uyg'urcha tarjima qilib uni bir maqola bir yozgan maqolamga kirgizdim. U halqi 2023 yil o'tgan yil biz chiqargan davr va biz degan kitobda bor bu. Bu odamning degan gapi. Bu qatim uni ta'kidlamadi, lekin Uyg'urlar Yahudilarniki mushtarak tajribalarini o'rganish kerak degan narsa o'tirib qo'ydi. Rusiyada tug'ilib o'sgan ba'zi Yahudilar biz Rusiyadagi Yahudilar xuddi normal tug'ilmagan insonlarga o'xshab qolgan degan narsalarni o'tirib qo'ydi. People with birth defects deb. People with birth defects ba'zi bir bolalarniki masalan qo'li ikki tal barmoq bir-birisi tutishib qolgan yoki undaqda bir xil normal emas narsalar tug'ilib qolgan odamlar bo'ladi. Biz shunday odamlarga o'xshab qolgan degan gapim dedi. Men bu gapni Uyg'urlarga Moskva kelgan deb tushundim. People with birth defects. Amaliyotda ular normalsiz emas, lekin xalqaroniki atrofdagi muomalasi shunaqa bo'lgan. Bularga muomala qilgan chog'da to'liq tug'ilmagan, normal tug'ilmagan insonlarga muomala qilgandek muomala qilgan. Ondan keyin yana bir gap, Yahudilarniki tarixi va judaizm Uyg'urlar uchun umid akilish kerak deb dedi. Bu gapning ma'nosi nima desanglar, Yahudilar o'ziniki davlatni yutirib qo'yib, sarson bo'lib yashab, sargardon bo'lib yashab, 3000 yillik musofatni besib, eng oxirida yana qaytadan davlat qurib, hozirgidek bir kuchli davlatga aylandi. Uyg'urlarmi o'sha qila oladi. Shunga Uyg'urlar umidvor bo'lish kerak degan gap. Yana bir gap, Yahudilarniki bir qimmatlik an'anasi tajriba saboqlarni yezib qoldirish. Ig'zoq emas, yezib qoldirish keyingi avlodlarga. Mana bir an'anasi bor, buni Uyg'urlar o'rganish kerak dedi. Men buni burun ta'kidlab keldim. Yahudilarniki Tavrat, anikin Talmud degan kitoblari bor. Mush kitoblarda bularniki nurg'un narsalar yozilgan, tajriba saboqlari, axloqiy o'lchamlari, insonligi degandek nurg'un narsalar yozilgan.
Ondan başka her bir Yahudi ailesinin mi bir tecrübe savak defteri var bulaniki. Uydaki çoğunlar ölüp ketişten burun özün ömürde yakılegen tecrübe savaklarının hemsini yezip balları kaldırıp koyduğun ananesi var bulaniki. Yahudilarniki bugünkide güçlük bir milletke aylanıp ketişide bunun rolü pek çoğun. Bu cihette biz Uygurlar intayin aciz. Müşkep bu kadar oturuğa çıktı. Bu yezip kaldırış ananesi, yezip kaldırış medeniyeti nurgun işlerini, nurgun amillarını birleştirip durup özününki paydası için paylanış müşkiyetlerde intayin mühim rol oynaydı diyen gapni oturup koydu. Anındikin pajaga taqabul turuş işlerde Yahudilarniki köplegen mülazimet organları varken bunun paranın oldu. Uygurlarımı bunundikin müşkiyatı terak kılış gerek. Hazır kişilerimiz ancak iskama batıdı. Lekin çeteldeki Uygurlarımı biz psikolojiya cihetten cık özgürüp kettik. Yakınki 8-10 yıldan mabeynide. Nurun kişiler bunu itiraf kılıp unutmaydı. Lekin vatanda bo'lgan ishlar bizim hemmimiz özgertib etdi. Hazır hemmimizde bir xil İngilizce trauma deydi. Bir xil pajalık tuygusu var. Şuna bunun bu şundaq muş jarayonda qandaq ütümüz, sağlamat ütümüz muşunga muştaşlar şun mülazimet qıldıgan bir vaziyet qıldıgan orunlarmı zörür. Hazır kadar yetişemedik bununla. Bununkin Uygurlar bu cihetten oynaş gerek. Amerika'daki bir top adam kurgan bir psikolojiya cihetten yerden berdigan bir orun var hazır. Şuna psikolojiya cihetten özüge maslahat berdigan yerden berdigan yoki davolaydigan ishlar davolaydigan mustaq jihatda ehtiyoji bor qarindoshlar aloqalashinglar men bilan aloqalangan bo'ladi. Doktor Mehmet Emin bilan aloqalangan bo'ladi. Aşı bir organ yardım kılalaydı. Anılken bu kadar oturuş Yemenes oturuş çıktı bir Yahudi dedi. Yahudiler bu kadar bir jığın kegen Yahudiler hemisi Rabay çıkıp çoğun Senegar ya ki Çerkov Yahudi Çerkovlarını ki baş sırasında adamlarken ait köp adamlar ki katlaştı bu adamlardan. Onun ki birisinin ki digini Yahudilerin ki bayramları burunki işlerini eslep tecrübe sahını yakılaydıgan işini nayeti mühim orunga kuyup durup kıldı. Şuna bu işe hem Yahudiler nayeti köngül buludu hem bayramlarını pek kadirlaydı deydi. Bazı kişiler Yahudilerin ki bayramı cereyanı da bir bayramı cereyanında musibetlik bulup kalsa musibet işlerini toxtup koyup durup aldılar bayramını ötküzüp onundan keyin bayram tüygendekin andikin musibet işlerini kıldı deydi. Bu gap manga bek ta'sir qildi. Bu yerda qanday qilib bir millatniki manfaatini eng yuqori o'ringa qo'yish o'zining shaxsiy ishlariga qaragan chog'da ashta bir ruh endi. Men shu deb tushundim. Xitoy qurgan jazo lagerlari amaliyotda Uyghur cemiyetini parçalab yok qilib etadigan bir uzun muddatli tadbir degan gap o'tirib chiqdi. Buni biz bilamiz, lekin o'tirib qo'yish usulini bundaq usulni men burun anglab olmabdi ekanman. Yana bir gap, men bu nima burun degan Uyg'urlar o'z beshidan kechirgan irqiy qirg'inchilik Xitoy kompartiya hokimiyatiniki haqiqiy qiyofatini dunyoga oshkorlab berdi. Bu gapni shu panelga chiqqanlardan birisi dedi buni. Dunyo Uyg'urlarning beshiga kelgan fojiaqlik Xitoy hokimiyatini tunidi degan gap endi. Xudoyim yaratgan bir inson, bir xil inson yoki bir millat Xudoyim yaratgan yan bir millat, yan bir qavmni
izladigan ishni qilmasligi kerak degan gap o'tirishdi. Qarab turadigan kishilarning ichida gunohsizlar yo'q. There's no innocent bystanders. Bu gapni yaxshi ko'rdim men. Qarab turadigan kishilarning ichida gunohsiz odamlar yo'q. Sen agar ovoz chiqarmay sukut tutsang, sen gunohkor degan gap. Haqqoniyatsizlik mangu normallashtirilmasligi kerak. Injustice will never be normalized. Should never be normalized. Biz ishlarni, gaplarni o'zimizning hikoyasidan boshlaymiz, ammo o'zimizning hikoyasi bilan oxirlashtirmaymiz. Bu deganmi? Bu nima degan desanglar, bizniki o'zimizniki ishlari to'g'riliq ovoz chiqarish bek muhim, lekin boshqalarniki fojialarga ham ko'ngil bilishimiz kerak degan gap endi. Qo'shnidorchilik u bir jo'grafiyalik ish emas. Masalan, biz qo'shnilar desa, odatda uyimizning yendik uylarni qo'shnimiz deymiz endi. Birdan deydi, qo'shnidorchilik u jo'grafiyalik ish emas, u axloqiy ish. Axloqiy narsa. Orlig'imiz yiroq bo'lsa-mu, masalan, ikki millat jo'grafiya nuqtasidan yiroq yer yashagan bo'lsak-mu deydi, masalan, Isroiliya bilan Sharq Turkiston degandek. Lekin axloqiy jihatdan biz qo'shni, bir-birimizni yo'laymiz deydi. Uyg'ur fojiasi bugungi kundagi dunyoning oldiga kelgan eng cho'ng haqqoniyat masalasi. Aniken Uyg'ur eraser degan bir gap chiqdi. Uyg'urlarniki yuyilishi, yo'q qilinishi, Uyg'ur eraser degan. Mana bir so'zni angladim qatim. Agar yaxshi kishilar sukut tutsa, yomon kishilarniki ovoz chiqarishning o'zila bir millatni yo'q qilib o'tadi. Mana gap chiqdi. It is enough for evil to speak up when the good keeps quiet. Nayt kuchlik inglizcha magapning inglizcha nayt bir kuchlik gap. Ashta his qildim men. Bir musulmon imom eng oxiridagi qismida yig'iniki bir gapni dedi. Sen agar o'zing taqdirini o'zgartaman desang, xafa bo'l deydi. Get angry. Xafa bo'lsang, medialarni o'zingga jalb qilasan. Medialarni o'zingga jalb qilsang, xalq ommasiniki fikrini o'zgartalaysan. Xalq ommasining fikrini o'zgartsang, davlat siyosatini o'zgartalaysan degan narsani o'tirib qo'ydi. Xafa shu orqali medianiki diqqatini qo'zg'a, shu orqali xalq ommasiniki ideyasini o'zgart, fikrini o'zgart, shu orqali davlat siyosatini o'zgartgan. Bu mazmun bakchiq, men 2 kun jarayonida hammasini xotir qoldirib mangdim, ammo bir qismdan o'zim biroz qimmat bor deganlarni sizlarga deb qo'ygim keldi. Üçüncü mazmun degan uni to'liq qisqa to'xtalaman. Xabarlarda bor, yaqinda Iran Isroiliyaga hujum qildi. Uch xil qurol bilan birsi uchquchisiz kichik aeroplan drone bomba ko'tarib mang'ilab tashlaydigan. Uni bilan hujum qildi. Yana birsi ikki xil boshqariladigan bomba bilan hujum qildi. Jami 300 dona shu kichikdagi uchquchisiz aeroplan va boshqariladigan bombalarni otdi Isroiliyaga qarata. Bularnikini asasen to'sib oldi. To'sib olgancha Isroiliya, Jordan, Amerika, boshqa davlatlar va Yevropadagi birlikda Ironniki bu bombaları, aeroplanlarning hammani to'sib oldi. 99%. Undan keyin tunögün Isroiliya İran'a azraqcha bomba attı. İran'daki yadro
elektr stansiyasi yasaymiz deb shu texnikalari joylashgan o'ringa lekin yadro qurilmalarini o'zini portlatmadi. Shuna qurilmalar bor shaharga azroq bomba tashlab qo'ydi. Nimaniki Yahudilarniki diniy kitobi Tavrat, Tora bu kitoblarda sana hujum qilgan odamga chuqum qaytarma zarba va intiqom ol deydigan bir mazmun bor ekan. Shunga diqqat qilsanglar, Isroilga bir hujum uchrasa davomli qaytarma hujum o'tidi bo'lar. Maqatimki o atgan bombası, İran'a atgan bombası. Eğer biz seni yo'qotman desak, atom bombalarını yo'qotman desam, biz uchun ayta oson ish degan shuni bildirib qo'yish mumkin. Etib qo'ygan bombasi deb tahlil qilyapti analizchilar. Bu to'g'riliq ehtimol havolarni ko'rdinglar. Men bundan ko'p to'xtalmayman. Ondan keyin hozir 4-mazmun, men buni qisqacha deb qo'yadigan 4-mazmun. Musulmon va turk qarindoshlarimiz qanday muomala qilish to'g'risida Uyg'urlarchada davomli ko'p talash tortishlar bo'lyotdi. Yaqinda Falastinning tashqi ishlar ministri deyman bir cho'ng boshlig'i Xitoyga berib, Xitoy hozirgi dunyo haqqoniyat harakatlarining lideri deb qattiq maqtayapti Xitoyni. Xitoy hozirgi dunyo haqqoniyat harakatining lideri deb. Falastinning bir cho'ng boshlig'i, Abbosdan keyin qaslam yuqoridan turadigan bir cho'ng boshlig'i. Uyg'urlar ichida hozir ko'p talash tortish bor. Hamas, Falastin, Isroiliya, Yahudi, mushlar qanday muomala qilish to'g'riliq. Meningcha bu to'g'riliq bek ko'p o'ylanib ketishning hojati yo'q. Bu jihatda Xitoylarniki doisi mavzudagi ishki gapi bor. Bu nayti Uyg'urlarni uygansi bo'ldigan gap. Uning birisi kimlar bizning dushmanimiz, kimlar bizning do'stimiz, bu intayin muhim masala. Yana birisi ittifoqlashqili bo'ldigan barliq kuchlar bilan ittifoqlashish. Hozirgi umumiylik ahvol nima deganda, turk dunyosi bilan musulmon dunyosi qarasak, hukumat bilan xalq o'rtasida cho'ng farq bor. Uyg'ur masalasiga qanday qarash ishida. Hukumat Xitoyni maqtayotdi. Xitoyniki Uyg'urlar qaratgan siyosatini qo'llayotdi, maqtayotdi. Xalq bo'lsa Uyg'urlarga hissashlik qilyotdi. Umumiy jihatdan mushta yakun chiqarish mumkin. Ashta bo'g'ashqa bu yerda qandaqdir Isroiliya, Falastin yoki Yahudi, musulmon bundaq tasavvurni qilgan o'rniga bizga kim yaxshilik qilgan bo'lsa rahmat aytib, agar san yordam birimiz bil ish qilaylik desa, bil ish qilib, hokimiyatlarniki, hukumatlarniki shu nachar, yomon qiliqlarni tanqid qilib, zo'ravasi bayonot e'lon qilib, oldimizga qarab ketaversak bo'ldi. Bu ishlar to'g'riliq o'yinchilar ko'p talash qilishning hojati yo'q. Aslida Uyg'urlarniki butun kuchi, zehni, vaqti, hamma narsani biz qanday qilib vatandagi hozir turma lagerlarda yotgan xalqni qutultirib chiqamiz degan mashinasiga qaratilishi kerak. Qolgan narsalar muhim emas. Qolgan narsalar ancha qiymati yo'q. Biz muxbirlik ko'rishib yoki bir tashkilotlar ko'rishib buni deymiz. Lekin ular eng oxirida Uyg'ur masalasini hal qilib berganlar ular emas. Uyg'ur masalasini hal qilish, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish undaq oson emas. Intayin nurg'un narsani talab qiladi bu. Lekin har bir inson, har bir Uyg'ur men nima ish qilayman? Zehnimizni asosan abayatın ben degan hozirgi vatanda turma lagerlarda yotgan xalqni qutqizish. Mush soat nima ish qilayman? Shuni qartishimiz kerak. Birinchidan. Ikkinchidan Uyg'urlikni chet elda saqlab qolish. Mushuni qartishimiz kerak. Uyg'ur Project fondi shuning uchun qurilgan. Biz shu soat ish qilyapmiz. Agar ish qilmasanlar bizni iqtisodiyotdan qo'llasanglar bo'ladi. Uchinchi muhim ish bolalarni kuchli insonlarni qilib tarbiyalash.
Müşkitim yig'inga qatnashish jarayonida men yahudlar bilan yana eng ko'p uchrashish fursati bo'ldi. Nurg'un ishlarni o'yladim. Amerikaga kelgan yahudlar dastlabda qattiq ko'zga ilinmagan, haqiqat ko'zga ilinmagan, kamsitgan. G'arbda bir xil namba bagel deydigan uyg'urlarning girdisiga o'xshaydi, lekin bak yumshoq. Shakli girdiga o'xshaydi, bak yumshoq. Amerikaga kelgan yahudlar ayni vaqtda shu bagel setib yuribdi ekan ko'chalarda. Ko'chalardagi shu bagel setib yurgan odamlarning hammasi yahud ekan shu vaqtning o'zida. Bular bagel setib pul tepib, keyin bular birlashib, bular mahorat kuchli bo'lgani uchun asta-asta pul yig'ib, mana hozir deb qo'yib, abadim deb berdim sizlarga. Elie Wiesel fondi jamiyatining 10 milliard dollar boyligi bor. Uyg'urlarning qancha boyligi bor? Men Uyg'ur Project fondiniki biz pul yig'ish ahvolini deb berdim, bizning kunimizningki qaysi kun ekanligimiz. Shunga belki üçüncü cho'ng ish, biz uchinchi cho'ng muhim ish biz qiladigan bolalarimizni nihoyatda kuchli insonlarni qilib tarbiyalash. Andan keyin ularni o'zaro birlashib, birlikda ish yapishga rag'batlantirish. Yahudlarni tutqaylash shu. Girdi setishdan boshlab keyin bank qurib, hotel qurib, mehmonxonalarni qurib, medialarni qurib, barbara hozir Amerikani kontrol qilib oldi yahudlar. Yahudlarning tasdiqsiz Amerikada ish bo'lmaydi. U de qanday vositalarni qildi, u bir boshqa masala. Lekin hozir yahudlar bir dunyodagi eng kuchli millatlarning birisi. Buni e'tirof qilmay ilojimiz yo'q. Bunu da ben bir gün müşteri dep qo'yay. Shu qatnashgan yig'inimning tunan kech qaytib keldim o yerdan. Vaqtni almashtirib olmadim. New York meyadan 3 soat baldırdı. Şuna bir gün tushdan burun men leksiyaga tayyorlab qaytib to'liq uyqum kelib qolib qiynaldim. Qolgan vaziyat, navbatdagi vaziyatning ahvollari to'g'risida men keng qatlam bu videoda endi so'zlab berman sizlarga. Bunu demsa bugungi video mashq bo'lsin. Kelar qatim ko'rishguncha aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.